Xo'p, mana ichlarini ham ko'rsatay. Orqalariga qaranglar, ichlarini tiniq turibdi. Yonlari ham shunaqa turibdi, pechatlari hozir oldini ham ko'rsataman. Bu bagajini ham ko'rib olinglar. Mana ichlarini, oldilarini holati ko'ringlar, mana usulitlargacha. Bitta o'zlaring kelib yana ustida ko'ringlar holatlari. Mashina haqiqatdan menga yoqdi. Bag'mani bir tanishim baslar yoki qarindoshim baslar, mashinani holatiga qarab turib, shaxsan o'zim borini gapiryapman. Kelib ichlarini ko'rib, hamma yo'g'ini ko'rib olaverasizlar. Atroflarida detallarning pastki qismlarida sepilgan joylari bor ekan, lekin sepgan odam ham chiroyli sepgan shekilli, unaqa ajramayapti ham haligi. Odamni xullas o'ziga tortadigan mashina bitta $100 ga, $150 ga medan ham qo'yib berishyapti. Qo'ydirib olsalaring, biz baraka topadigan mashinaga o'xshayapti. Kelib ustida ko'ringlar, xohlasalaring. Shaxsan men o'zimga yoqdi. Pastdan nomerlarni qoldiraman. $4150 ga berib oladi. Telefon qilib baraka qilsalaring bo'laveradi.